Qisqagina Avstraliyada baliq turlari va narxlari haqida. $699 karp. O'zimiz sazan baliq. Kilogrammi bu. Mana bu qizil baliq red snapper $919. Blue mackerel $819 ekan. Blue swimmer $26.9. Bizda oylarda r harfi bo'lmagan oylarda baliq yeyilmas edi. Shunaqa narsa bor edi. Endi hozir bilmayman. Mana bu suv ichidagi maxluq kilogrammi $175. Bu king prawn $24.99 ga. Bu parrotfish $18.9. Bu sardenel $13.99 ga. O'zimiz bilgan qizil baliq salmon $53.9.